Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 8-sinf geometriya darsida vektorlarni qo'shish va ayirish mavzusini birgalikda o'rganamiz. Bugungi darsning maqsadi o'quvchilar mavzuni tushunishi uchun amaliy masalalar ishlash va qoidalar bilan tanishishga yordam berishdan iborat. Keling avval vektor haqida bilimlaringizni yodga olamiz. Vektor bu yo'nalishga va uzunlikka ega bo'lgan kattalikdir. 0 vektor uzunligi 0 ga teng bo'lgan vektor. Teng vektorlar uzunligi ham, yo'nalishi ham bir xil bo'lgan vektorlardir. Vektorlarni qo'shilgan. Birinchi vektor oxiriga, ikkinchi vektorning boshini qo'yamiz. Birinchi vektor boshidan ikkinchi vektor oxirigacha chiziq chizamiz. Hosil bo'lgan vektor yig'indi vektor bo'ladi. Ya'ni A vektor qo'shilgan B vektorlarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Vektorlarning qo'shishning 3 xil usuli bor. Uchburchak usuli, parallelogram usuli va koordinatalar usuli. Vektorlarni ayirish. A va B vektorlarning ayirmasi deb shunday C vektorga aytiladiki, uning B vektori bilan yig'indisi A vektorini beradi. Ya'ni C vektor bilan A vektorining yig'indisi B vektorining yig'indisi A vektoriga teng bo'ladi. Mavzuga oid masalalarni birgalikda qaraymiz. Birinchi masala vektorlarning qo'shing. Koordinatalari bilan berilgan vektorlarni mos koordinatlarini qo'shib kerakli bo'lgan natijaga ega bo'lamiz. Ikkinchi masalamiz koordinatlari bilan berilgan vektorlarni qo'shib natijalarga ega bo'lamiz. Ya'ni mos koordinatlarni qo'shish amalini bajaramiz. Ayirishda ham xuddi shunday mos koordinati vektorlarni ayirish usulini bajaramiz. Biz bu mavzuda vektorlarni qo'shish, ayirishni o'rgandik. Qo'shishda vektorlar ketma-ket joylashtiriladi, ayirishda esa qarama-qarshi vektorlarni qo'shish bilan birgalikda bajariladi. Darslikda berilgan masala. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana qarang.